Shu kelin qanday jonga tegdi-da. Bitta bolani eplolmaydi. Tuqqandan beri har yarim soatda telefon qiladi. Aptin qirsin. Ala, Inan, bola ishtanaga siyib qo'ysa nima qilish kerak? ha tozalash kerak. Kim tozalaydi shuni? Katta xolang tozalaydi. Bildingmi? Kim tozalardi? Onasi tozalaydi-da. Siyib qilib qo'ysa ishtanaga nima qilish kerak? Tozalash kerak. Uni kim tozalaydi? Kim tozalardi? Tuqqan onasi tozalaydi. Aniq o'zini tuqqan inasi tozalaydimi meni? Aniq tuqqan onasi tozalaydi. Unday bo'lsa kengdayda, o'zingiz ishtonlarini yuvib, bir cho'miltirib keting. Chip kelib hamma joyga qisib bulg'ab tayladi.